Mehnatkash yigitdachi hasad yo'q. Mehnatkash yigitda kibr bo'lmaydi. Mehnatkash yigit yomon gumon qilmaydi. Bitta o'rtog'im mashina minsa, yangi mashina bo'lsa, dangasa, mehnatdan uzoq odam yomon gumon qiladi. Bu qanaqa bo'ldi ekan deydi o'zi. Yomon gumonni qiladi. Mehnatkash odam darrov yaxshi gumon qiladi. Alloh bergan, mehnat qilyapti, harakat qilyapti, niyatiga yarasha Alloh bergan deydi. Mehnatkash odamda yomon gumon bo'lmaydi. Mehnatkash odam niyati pok, rejalari pok, ta'magir bo'lmaydi. Or-nomusli bo'ladi. Niyati pok bo'ladi. Mehnatkash odam inshaalloh Allohga yaqin banda bo'ladi. Alloh suygan odam bo'ladi. Chunki innalloha yuhibbul mu'minal muhtarif. Alloh hunarli, mehnatkash mo'minni yaxshi ko'radi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar.